Kasb ishimni qayerdan olding? Bozordan. Aytmaysanmi? Namanganda zavodim bor, mani kasb ishim chiqaradigan. Katta gapiraverma. O'ta katta gapirib yuboradiganlar haqida 3-qism. Shu keldi-yu. Yomon tiyman azizlarda. Uxlayverasizlar. 7 kun oldin 2 soat uxlab olgancha yuribman. Qara trez yuribman, hali. Menga qara shu damasni ko'rsatgan chaqirdingmi? Ha, mana shuda internetda shov-shuv bo'lgan 240 radarga tushgan tezlikda, bilasanmi? Zamonlarda ham chiqib ketdi xabarlar. 140 dan aniga o'tmaydi damas. Gelikda motori bor, nima deyapsan? Tablo 300 gacha bunda. Katta gapiraverma. 1 kilometr narida soy bor-ku, o'shanda mana shunday oqib kelib turmaydi, ko'prikdan chiqib ketardi yoshligimizda. Javob qochvorma. To'lqinga qarshi qanday so'zlaysan? Hayot to'lqinlanyapti. O'shanga qarshi kurashganman, bu nima bo'ldi? Ha, tashab qo'yaver, yoki ovora bo'lasizmi? Qo'yavermaysizmi? Bo'pti. Kam? Ha, birat, bilmayman, esimda yo'q. 75 ming qarzi bor ekan, berib ketaylik. Ha, so'ra o'tirasanmi? 100 ming beraman men. Senga pul kerak bo'lsa. Dollarda deyapti. 75 ming dollar ekan, xolos. Arzimagan pulga men ovora qilib nima qiladi? Tashab ketaverasiz. Menga qara, nasiya savdo saniki emasdir. Rosta gapim o'tadi bekka. Katta aksiyani uyushtirib qo'yganman konditsionerga. 499 mingdan to'laysan, oyiga bemalol ishlataverasan. Agar gaping rost bo'lsa, men sira olib ketaman ekansan. Hol, darmda o'ynab kulib bor. Menga qarasan, rosam gapirishni bilasan ekan, rahmat. Yana bitta haqiqat bor. Qo'limda telefondan bittasini xarid qiladigan bo'lsang, AirPods Powerbank tekinga qo'shib beriladi. Nasiya savdo nima qilyapti? Uni ham olaman.